qarzi berish kerak. Qarzi bermasdan qochib yuradi. Telefon qilsang telefonni ko'tarmaydi. Telefonni ko'tarib, do'stim, boy bera olmayman, keyingi oy beraman. Konkretno uzul kesil erkakka o'xshab gaplashib olsa bo'ladi-ku. Telefonni ko'tarmaydi, uyiga borsang, darvozani tagida o'tiradi-da, taqillasang eshitib o'tiradi, taqillatib, so'kib ketadi qarz bergan odam. Do'stim, sizga yordam berdi u. Endi sizning imkoniyatingiz bo'lmay qoldi, har xil vaziyat bo'ldi. Siz telefonda javob berib konkretno, bu oy bera olmayman, keyingi oy beraman yoki bu yil bera olmayman. Unutib yuborgin. Unuta olmasang kutgin deb konkretno uzul kesil ayting, telefonga javob bermay odamni xunab qolmasdan. Men hech kimdan qarz olganim yo'q, men umumiy aytayapman. Biron joyga ishga kirmoqchi bo'lsang yoki nimadir qilmoqchi bo'lsang, gaplashsang bo'ldi, telefonlashamiz, hal qilamiz deydi-da. Telefon qilsang, telefonni ko'tarmaydi o'sha odam. Telefonni ko'tarib bo'lmadi deb qo'y, bo'ldi. Hech kim xafa bo'lmaydi. O'sha telefonni ko'tarmagandan bilaman, bu ish hal bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Shuni bilib oldim men o'zi. Nimadir ish qilmoqchi bo'lsang, telefon qilasan, ko'tarmadimi, bo'ldi, chopish kerak uni. Foydasi yo'q. Hal bo'ladigan narsa bilan telefon qilinadi, ko'tariladi, bo'ldi, bo'lmadiga ajratib tashlash kerak-da. Shunaqa narsa sizlarda ham bo'ladimi? Nimadir qilmoqchi bo'lasan, ishga kirmoqchi bo'lasan, yillab kutasan, bo'lmadi deb qo'yaveradi. Aslida bu bo'lgan bo'ladi bu ish. Boshqa odam bilan bu bo'lgan bo'ladi-da. Tushunmay qolaman-da. Salomat bo'linglar.